Mani eng kambag'al odatlarim yoki buni tejamkor ayol deydimi bilmayman, lekin men o'zimni shunaqa bomjga o'xshataman. Birinchisi, mana shu ovqatni oxiri borib yoqsa-da yalab tashlayman. Tozalab ham tashlamayman. Короче, jinnicha qilig'im bor. Keyin ikkinchi qiladigan narsam, ularni paysos qilaman-u, bironta joyda semichka topsam, o'shani olib chaqib yuboraman. Uni tarakan tekkanmi, sichqon tekkanmi, pofig menga. Biling. O'zim aytib, o'zim uyalib ketyapman. Mana endi to'g'risini aytay. Uchinchi jinnicha odatim, mana qaranglar. Одноразовый idishlarni yig'ib qo'yaman. Даже qoshig'igacha-da, mana qaranglar. Bu menga nimaga kerak? Bu bilmayman qachon bu ovqat zakaz qilganman. Одноразовый idishlar olib qo'yaman. Eng yomon ko'radigan narsam. Keyin buni hamma qilsa kerak, mana bu shampun yuvib, shampunni tagiga suv qilib anaqa qilaman. Bo'ldi. Keyin eng yomon odatlarimdan bittasi, hamma narsani olib qo'yaman. Mana bunaqa deyman-da, kerak bo'ladi, kerak bo'ladi. O'n yerda kladovka bor, mana bu yerda kladovka bor. Bular hammasini ko'ruvchi qachon tashlayman, yo'q qachon kerak bo'ladi. Sizlarda ham shunaqa jinnicha odatlaring bormi? Yozinglarchi.